Assalomu alaykum hammaga, yaxshilar, yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldinglarmi? Bugun ham obed bo'ldi endi. Obedga chiqib ketyapmiz. Boshqa payt qo'l tegmayapti, video qilgan. Ha, Abdurahmon bugun mazasi yo'q, duo qilib qo'yinglar. Buni ham qizarib ketibdi. Qiyshayib ham ketdi, nima tarafga qarab. Ma'dan lampochka bo'lib chiqyapti. Robotdan shu. Ro'molchani ham ko'rib qo'yinglar. Odamda necha litr suv oladi aka? Bilmayman, qanchadir foizi suv lekin. 3 litr tark etib bo'ldi ertamandan beri. Voy. Ho'piz aka oxirgi oyini qilib kelyapti. Nolasa obed qilib olaylik bitta onaxonlar haqida, o'sha mo'tabar onaxonlar, muxlislar haqida chiroyli o'sha duo qilgan onaxonlar haqida aytib beraman. Qanaqalari bilan aytasiz, avjilari bilan. Ha, baland mo'tabar. Bugun odam ko'p, yaxshilar. Kiringlar, to'xtalmasdan. Kiringlar. O'mashcha odam so'kadi obed qilmay ketganlar. Keling aka. Aka o qo'qondan spiralni ta'mir kelgan. Kirmasanglar bo'lmaydi. O'sha ham kelyapti hozir yana. Bo'ldi, sizlar kira olinglar. Aka. Yaxshilikka-yu. Siz kirasizmi? Mehmon kelyapti. Shu uyda bo'lasiz. Hali hojonalar. Kiring, Dilshodbek. Dilshodbeklar ham masjidda, qadrdonlar. Ikamizni qo'llab-quvvatlab turasizlar. Shular qatori bizni ham qadrdonlar. Hozir Rustamjon akam ham aytdilar. Atamtoy akamdan 1300 ta oshroq obunachi o'tdi. Xudo xolasa bugun meni kanalimdan ham o'tishadi inshaalloh. Sirojdindan o'tdim deb yozinglar, yaxshilar. Shunaqa qilib men bir-birimizni qo'llab-quvvatlab turamiz endi. Dilshodbek silkasi nimada ular kommentariyada qo'yib qo'yamiz. Tarafimdan lekin tashab qo'yasiz buni, xo'pmi? Qashalar. Qadrdonlar, Qo'qondan hojonamiz keldi Hoji tog'a bilan. Uch ko'prikdan. Bizni olmang lekin. Alloh rozi bo'lsin. Obed qilib kelishibdi. Duo qilib qo'yasizlar. Rustamjon ham shetdamikan? Rustamjon bilan ko'rishamiz. Yo, ko'rinmayapsizlar, prosta ovozinglar eshitilyapti. Ko'rinyapmi debcha? Ha, ko'rinmayapsizlar. Kim bu? Abdulloh kim bu? Abdulloh nima? Sirojni olmayapsizmi? Yo, ovozingiz eshitiladi, xolos. Kim dedi? Kim dedi? Abdurahmon qoldi, Abdurahmon. Assalomu alaykum. Ojona, yemisiz? Charchamang. Yaxshimi? Rahmat, O'zingiz o'zinglar. olyapsizlarmi? Charchamasdan. Endi sizlar obed qilyapsizlar ekan. Mana ularni olasizlarda hammasi yozilgan, shu bo'yicha tarqatasizlar. Sizlarga Qanday? Qayerda ko'ryapsiz? Orqa yozsizmi mana? Ular tushmaymiz deydi. Ha. Yo'q, biz olmaymiz. Hozir shu hojonamni duo qilib qo'yasizlar, qadrdonlar. Issiqda yotasizlar, mana unda atkelab sizlar uchun qilgizganman buni. Ish qilmash kim oladi? Mana hammasi. Pastga Kechagina haligi Sirojda nima? Bir tonna nimaga sojotingiz nima tashab berishgan? Seminga duo qilasizlar o'g'illarimiz, oilamiz bilan hammalarini. Mana keyinda Mirsaidjonni sizlarga yaxshi qarab turgan, ovqat qilib turgan Mirsaidjon bilan Qo'yinglar. Juda bir katta nimalar bilan kelishib xursand bo'ldik. E'tibor uchun rahmat katta. Oshlarga yutib bo'ldi. Nimaga Hatamtoyga tashab qo'yasiz. Yo, nima qilamiz? Yo'q, bemalol. Ichkari kiramiz hozir. Qo'qondan rosa nimalar kelgan. Kelishdimi? Ha. Yo'q, alohida xonamiz ham bor, yuravering. Yo'q. Aka, siz yuravering. Yo'q, rahmat. Kirmay ketsanglar bo'lmadi. Qizlarimni, kelinlarimni, ham nevaralarimni duo qiling. Abdullah, bular oti nima? Bular ismlari? Usta. Kichkina muxlislardan ekan, qadrdonlar. Hatamtoy bu ham ko'radi. Hatamtoy qani qo'y. Hatamtoy ham bormi, ujon deb kelyapti. Qani, chiqing bo'ldi.
Nima qilinglar, kiringlar. Endi bersa ehson qilganlar, hamma ehson qilganlardi. Uzoqda turib ehson qilganlardi. Hammalarni ehsonni Alloh bergan qabul qilsin. Sizlar ham doim sog' salomat bo'linglar. Hammalarni Alloh rozi bo'lsin. Yigitlar abetga Hojona rahmat. sog' bo'linglar. Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi yetib olinglar. Bo'pti. Rahim kirsanglar bo'lar. Yo'q. Hammasi yozib qo'ygan. Mirsoyjon uylarga ham ro'mol nimaga? Ana hayotjonda ayollar ovqat qilib kirlarni yuvib berganligi uchun. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Juda xursand bo'ldik. Bo'pti, mayli. Rahmat. Sog' bo'linglar. Xo'p, rahmat. Qo'qondanmi? Uchko'prikdan. Uchko'prikdan mana shu yerdan. Rahmat. Qadrdonlar, assalomu alaykum. Sirojin akam obunachilari, like bosib, obuna bo'lib, qo'llab turinglar. Mana shu narsalarni olib kelgan hojonani, hojdog'ani duo qilinglar. Hozir mana shu videoda o'zi tarqatamiz. Juda bir xursand bo'ldi, e'tibor uchun rahmat. Mana ehsonlar ham berib ketishdi. Alloh rozi bo'lsin. Bugun Dilshodbekning kanaliga, mana shu kanaldan o'tasizlar qadrdonlar. Mana shu kommentariyaga silka qo'yadi. Dilshodbekning kanali. Xotamtoyda lombozini bosishganda 1300 ta odam o'tibdi. Ammo biz 2 kishimizda bu yerda. Abdurahmon bor. Shu 3 ta kanaldan uyat ama bir 1300 ta emas, 1,5 ming ta odam o'tmas, ha? O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Dilshodbek kanaliga o'tib duo qilib qo'yinglar. Ular ham ehson qilib mana hamma proyektlarga xizmat ko'rsatyapti, yaxshilar. Bu bunday narsada bu obunachi uchun, reklama uchun keladi deb o'ylamanglar. Bitta blogerga 500 ming so'm bersa, obunachi o'tkazib, anaqa yo'llari bor. Lekin bular ehson qilgani kelyapti. Biz ko'nglimizdan chiqib, shu bolani kuzatinglar. Kirib hech bo'lmasa like bosib bersanglar ham, ko'pchilik ko'radi. Bularning ishi ham bir reklama bo'lib qoladi. Keyin yaxshilik uchun nima qilamiz? Bularning ishi haqiqatan sifatli. Rustamjon Hojibuvam bostirdi o'zini tomiga. Juda ko'pchilik Hojibuvam ham tavsiya qilib yuradi unga bunga. Haligi ishonchli bolalarda. Hojoni ham mana butun mahallaga Bugun ishlar Maqsad ketyapti. Endi buning ichida yo'qlar bo'lib qolsa, xafa bo'lish yo'q. Tepadagi odamlar ichida. Hali mashpatikida yurisham demaylar. Vaqt bo'lmayapti. odam ko'p, qadrdonlar kela olinglar sizlar ham hasharga. Mana shunda sovg'alar borda hozir. Kimga chiqmay qolsa xafa bo'lish yo'q ama. Ha, bo'ldi. Hali Bo'ldi, xolos shu ismlarni yozib qo'ygan ekan, nima qilamiz? Ismi chiqmay qolganlarga boshqa uyushtiramiz, ha? bo'ldi. Mana ismi chiqmay qolganlarga olib kelasizlar keyin. Bo'ldi, xolos Bo'ldi, nima ekan aka? Jigar. Ha, jigarga ekan birinchi. Jigar bugun yo'q. Jigar sizga javob beradi. Qulni bo'lsa qilamiz buni. Men hozir boraman, ko'cham nimaga edi endi? Kim? Ha, kilosini abitdaman. Omadbekmi? Ha. Omadbek. Sizga? Ha, kilon, omad. Mirsaidjon ayoli. Hammasini siz olasizmi? Asrorjon. Tog'ay. O'qimay hammasini Mirzaga berib qo'yaman. Hayotjonni buvilari aka. Ana ekan. Sirojiddin. Boshqa Sirojiddin bo'lsa beraverardim lekin. Yo'qmi? Abdurahmon. Rahmat, qanday sog' bo'lsin. O'qimay ko'ra. Buni bo'lsa qilayotganimiz yaxshi bo'lyapti. Endi mana kim olmagan bo'lsa hozir. Mana qanaqa ko'ramiz. Ha. Omaliginglarga paypa qo'yman. Bir foydan bering-da. Hoppa. Ona zo'r qiladi. Hoppa. Mana, bir foydan. Rahmat. Yana sendan boshqa Bolalarga beraverim.
Sizlar olgan. Umijon aka, ular qo'ygan. Mana. Dersizmi? Endi olmagan. Saksiyadagi ikkita bitta bu. Ya, qayta qilsam men buni ana qilib. Sovuq ishlayotganlarni sovuqidan ozgina olaylik deb olib kelibdi-da. Bir qo'yino. Keyingi safar men qolib ketganlar ko'rdinglar-a? O'zi unaqa hijolatchilarda bo'ladi tarqatgan odam. Duo qilib qo'yasizlar, yaxshilar. Endi obedga olaylik. Vodiylarni yayov kezganda bir ajib his bor edi menda. Vodiylarni yayov kezganda bir ajib his bor edi menda. Chappor urib gullagan bog'in upar edim vatan tuprog'in. Chappor urib gullagan bog'in upar edim vatan tuprog'in. Odamlardan tinglab hikoya o'sar edi shoirda g'oya. Odamlardan tinglab hikoya o'sar edi shoirda g'oya. Daryolardan kuylab o'tardim, ertaklarga quloq tutardim. Daryolardan kuylab o'tardim, ertaklarga quloq tutardim. Vodiylarni yayov kezganda bir ajib his bor edi menda. Vodiylarni yayov kezganda bir ajib his bor edi menda. Hammasini tinglardim ammo o'xshashini topmasdim aslo. Hammasini tinglardim ammo o'xshashini topmasdim aslo. O'xshashi yo'q bu go'zal bo'ston, dostonlarda bitgan guliston. O'xshashi yo'q bu go'zal bo'ston, dostonlarda bitgan guliston. Vodiylarni yayov kezganda bir ajib his bor edi menda. Vodiylarni yayov kezganda bir ajib his bor edi menda. yoygandagi
gilam aslo yo'qdir bundayin ko'klam chor atrofga yoyganda gilam aslo yo'qdir bundayin ko'klam vodiylarini yayov kezganda bir ajib his bor edi menda vodiylarini yayov kezganda bir ajib his bor edi menda buloqlardan uzatganday suv el ko'zidan qochadi uyqu hammasini bir istagi bor hammasi ham xursand baxtiyor bu o'lkada har narsa bordir ko'rmaganlar doim xumordir bu o'lkada har narsa bordir ko'rmaganlar doim xumordir vodiylarini yayov kezganda bir ajib his bor edi menda vodiylarini yayov kezganda bir ajib his bor edi menda bir ajib his bor edi menda bir ajib his bor edi menda daryo bebahodursan ham tabibu ham dahodursan mehri daryo bebahodursan bo'lmas edi hamrohim qo'shiq onajon sen aytmasang Allah bo'larmidim hayotga oshiq onajonim aytmasang Allah Mutabar onaxonlarimiz uchun zakasga bo'ldi, mana shu duo qilib turgan opa singillarimiz, onaxonlarimiz uchun bo'ldi bu. Onalarimiz o'sha alla aytmaganda bizlarni shu kunlar ko'ramdik yo'qmi deydilar. Onalarimiz baxtimizga, opalarimiz, singillarimiz doimo sog' omon bo'lsin. Umrlari uzoq bo'lsin. Kam bo'lmay aka, rahmat. Shagitdan ham eshitamizmi-ki? Yo'q, Ilhomjonni eshitaylik. Ama qadrdonlar men Dilshod berdi bitta shagirdi ham Ilhomjon. Namanganchasiga aytib beraman deyapti Ilhomjon. Shevas bizniki bilan bir xil. Mo bola? Ha, mana shu yigit, mana Ilhomjon degan. To'rt qator bo'lsa ham. Shu endi usta. Ilhomjon aka. Yo bizni qo'ldan kelmaydi ekan. Mana bular aytishdi-yu, Ilhomjon ham aytadi deb. Uni javobini aytavermaysizmi? Endi yo'q. Ya aslida qo'shiqchi emasman-da, o'rta o'raydiganman, so'z ustasi deydi. O'zi aytib yurasizmi? Yo'q. Endi uncha qo'shiqmi? Yo'q, bu yoq. Ilhomjon. Aytmayman. Yaxshi aytib yurasa ekan. Shuni deyapti-yu mana buni. Bitta aytib berisha olmaydimi? Dunyo ichida oqildim, kuydim. Lekin topolmadim sizdek jonajon. Sizdayin mehribon yo'q ekan bildim. Umringiz ziyoda bo'lsin onajon. Sizdayin mehribon yo'q ekan bildim. Umringiz ziyoda bo'lsin onajon. Onajonim, jonajonim.
umringiz ziyoda bo'lsin onajon. Siz borsiz dunyoda bor deyman onam. Siz borki go'yoman sherdayman onam. Siz borki qaddim tik yurgayman onam. Umringiz ziyoda bo'lsin onajon. Hammamizni ota-onamiz sog' salomat bo'lsin. Allohim umrlariga, rizqlariga baraka bersin. O'tganlarimiz bo'lsa, Allohning o'zi mag'firat qilsin. Qorong'ularni iymon va Qur'on nuriga yorib qilsin. Akalar salomat bo'linglar, onaxonlar, kennoylar. Barchalarga rahmat. Shu yerda hashardamiz yana, Xudo xolasa mana bitay deb qoldi. Bitsa inshaalloh yaxshi bo'ladi hammamizga ham. Salomat bo'linglar. Podpiska bo'lish, like bosish, obuna bo'lish hech qachon esdan chiqmasin. Omon bo'lasizlar. Qadrdonlar, sizlar ham duo qilib qo'yasizlar mana. Ishlar avjida ketyapti. Dilshod beylar ham. Bugun ham Dilshod bey kanaliga o'tib duo qilmasanglar uyat bo'ladi. Otamjondan ancha odam o'tishibdi, duo qilishibdi. Rustamjon aytgandek, bu yerda biz 3 kishimiz ona. 3 ta kanal bor. Ishlarni boshlaymiz endi, yaxshilar. Мы за это сказали, ребята, закончаем работу, сказали. Все уже. Ruslarni biror tushunmaydi shekilli. Dilshodbek pena заливал. Он хороший человек. Он на стену стоит. У нее шапочка, очень легендарная шапочка. Вот посмотрите, мои подписчики. Вот. Rasmga oling shapkaga. Oldim. Он руку поднимал. Он хороший человек. Алиге Абдуллажон aytadi shunaqa. Он хороший человек. Nima deydi? Video magnitofon ishlab chiqarish haqida aytib beramiz. Abdullajon bor ekan hozir hayotda. Bor ekan? Endi yaqinda Ha, ko'rsatadi, uni gapirib berdi. katta odam bo'lgan. Bu sizga o'xshar ekan hozirgi holat ko'rinishi. Sizga o'xshab ketar ekan. Sochlari o'xshaydi, ko'zlari. Ko'zlari, sochlari. O'sha chaqiraman keladi ishga. Agar если qatirmasanglar bo'ldi, tugatadigan shomam bo'ldi. Hali shu ichida so'ng yechar bo'lardi. Shu odam bilan nimada uchrashib qoldik. Quvoda chasta uchrashib qoldik. Ishga yechamenda deydi. Sen mi cho'loqlayapsan? Afsegan. U ham katta bo'lib ketganmi? Katta kishi bo'ldi. Bizdan katta yosh. Kinolarda o'ynamagan u kishi. Yo'q. Ular shu mahalladan yiqqan ekanda. Qadrdonlar, yaxshimisizlar? Hammanglar sog' salomat. Xudo xolasa bugungi kun ham o'tdi mana. Dilshod bey ukalarimiz ham pinani bosish bo'ldi tomga. Tegishtiryapti, bitta kech o'tib ketdi. Tugatishvardi, Alloh rozi bo'lsin ulardan ham. Duo qilib qo'yasizlar qadrdonlar. Kommentariyasiga o'tib qattiq ishlashdi bugun. Sirojdan o'tdik deb obuna bo'lib, duo qilib qo'yinglar. Yaxshilar, ancha yordam tegdi. Sal kech qoldikmi endi? Bo'p ketdi, ancha ish bo'ldi. Patologiya ham boshladi, endi qorong'ida ko'rinmayapti, mana aytgan olib qo'ydi shapkani. Dilshod bey ukamiz ham yig'ishtiryapti mana. Yana bir bor assalomu alaykum. Xudo xolasa ozgina qorong'uga qoldik, lekin yakunlab oldik. Qo'llab-quvvatlab kommentariy yozgan hammalarga rahmat. Juda ko'pchilik telefon qilyapti, ishda bo'lib ko'tarilmayapmiz. Xudo xolasa 80 kilometr oshiqroq yo'l yurib kelganmiz. Shu yo'lda qaytib olganimizdan keyin 2 soatcha yo'l yuramiz.
9:00larga bo'shaymiz. Aloqaga chiqaverasizlar, shundan keyin telefonlar ko'taramiz xudo xolasa. Xudo xohlasa. Iminni ukamizni kanalini silkasi kommentariyaga qo'yib qo'yganmiz, o'tib obuna bo'lib, o'zini kommentariyasida duo qilib qo'yinglar, oilasini haqqiga, sinfdoshlarini. Alloh rozi bo'lsin. Oson emas. Namangandan kelib mana xizmatlar bilan hissa qo'shyapti. Hamma yo'g'ini o'zlari olib kelib, keyin bir komandasida sherik sinfdoshini farzand talab ekan, duo qilinglar. Ilohim farzand bersin. Hammasi sizlar duoinglar ijobat amalga oshadi Allohning izni bilan. Duolar ijobati bilan yaxshilar. Sizlar ham befarq bo'lmayapsizlar, qo'llab-quvvatlayapsizlar. Jamiki hissa qo'shgan insonlarni duo qilinglar, qadrdonlar. Bugun videoda ko'rgan bo'lsanglar, Uchko'prikdan hojonalar keldi. Bir akamiz keldi ayoli bilan. Shunaqa qilib xabar olib turishibdi. Alloh rozi bo'lsin hammadan. Nima deymiz endi? Ishlar avjida. Kech bo'lishiga qaramasdan shu kartalarga befarq bo'lmay qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa tez kunlarda bitkazib olamiz. Qorong'u bo'lib ketyapti, videoni o'chiramiz yaxshilar. Albatta o'tib obuna bo'lib, kommentariyasiga duo qilinglar. Barcha hissa qo'shayotganlarga ham duo qilinglar. Ramzon tog'asi Asror akamni ham duo qilib qo'yinglar, qadrdonlar. Duo qilyapsizlar. Bular yaxshi Qattiq bo'lyapti Asror akam. Xudoga xudo olasi yonimizda bo'lsa-chi, olamiz billa. Inshaalloh. Kunlar ketamiz. Xudo olasi. O'sha. Ha, xudo xolasa. Nima qilib o'tiramiz. Biz ham uylarga borib keling. Asror akamni ham kichkina qizi bor. Dadasini bir kunda sog'inib qoladi, kichkinasi. Meni ham 1,5 yashar farzandim bor, u ham sog'inib qoladi. Kechqurunda ular telefonda yupatamiz. Asror akam ham men ham O'tirib olib, billa. sal ovozimni eshitib ovunishyapti ular ham. Hammanglarga rahmat. Like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turinglar, qadrdonlar. Shotbek kanaliga o'tish esdan chiqmasin, yaxshilar. Ancha xizmat qildi yaxshilikka. Haqiqatan oyam yangi chiqibdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Allohga omonatsizlar hammanglar. Mana shu obuna bo'lmay ko'rayotganlar, obunani bosib qo'yinglar. Sizlar bilan xudo xolasa kelajakda yaxshi ishlar qilamiz inshaalloh birgalikda. Videolar ham mana qo'ldan kelgancha chiqyapti. Biz ham endi Shotbeklarni kuzatib qo'yamiz.